Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz vektorlarning berilgan bazasidagi koordinatalari deb nomlanadi. Bu mavzuda biz Descartes koordinatalar sistemasida berilgan vektorlar va ularning koordinatalari hamda ba'zi bir xossalarini teoremalar ko'rinishida o'rganib chiqamiz va har bir teoremani isbotlashga harakat qilamiz. Bugungi ko'rib chiqadigan teoremalarimizdan birinchisi Descartes koordinatalar sistemasida berilgan vektorlarning koordinatalari uning mos bazis vektorlariga skalar ko'paytmasiga teng. Ikkinchi teorema Descartes koordinatalar sistemasida berilgan vektorning koordinatalari uning mos koordinata o'qlaridagi proyeksiyalariga teng. Bu teorema muhim teoremalardan hisoblanadi va vektorning Descartes koordinatalar sistemasida berilgan holatida uning koordinatalarini aniqlash va ular ustida amallar bajarishga yordam beradi. Ushbu uchinchi teorema vektorlarimiz koordinatalar bilan berilgan holatda ular ustida chiziqli amallar qanaqa bajarilishi haqidagi teorema hisoblanadi. Quyidagicha demak o'qiladi. Descartes koordinatalar sistemasida berilgan vektorlar qo'shilganda ularning mos koordinatalari qo'shiladi. Berilgan songa ko'paytirilganda esa uning har bir koordinatasi shu songa ko'paytiriladi. Demak, chiziqli amallar qanaqa bajarilishi haqidagi teorema. To'rtinchi teoremamiz noldan farqli vektorlar kollinear bo'lishi uchun ularning mos koordinatalari proporsional bo'lishi zarur va yetarli. Bu teoremamiz ikkita kollinear vektor berilgan bo'lsa, ularning koordinatalari qanaqa munosabatda bo'lishi haqidagi teorema hisoblanadi. Keyingi teoremalarimiz, demak 5 va 6 teoremalar koordinatalar bilan berilgan vektorlarning kollinearlik va komplementarlik shartlari deb nomlanadi. Va 5-teoremamiz quyidagicha. Descartes koordinatalar sistemasida berilgan A va B vektorlarining kollinear bo'lishi uchun bu munosabatlarning bajarilishi zarur va yetarli. 6-teorema Descartes koordinatalar sistemasida berilgan A, B va C vektorlar komplementar bo'lishi uchun bu determinantning 0 ga teng bo'lishi zarur va yetarli.